inson iste'mol qiladigan mahsulotlar zararsiz, xavfsiz va eng muhimi iste'molga yaroqli bo'lishi lozim. Ayni shuning uchun ham karantin tadbirlarini nazorat qilish guruhi va qolaversa bir necha hamkor tashkilotlar birgalikda nazorat tadbirlarini Chorsu bozorida olib borishyapti. Pali yoqmaysiz. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Avaskopga qo'yganimizda tartib raqam belgilangan raqam bilan registratsiya qilingan mahsulotimiz ichida qonli halqa yoki tugunak ko'rinmadi. Ko'rishingiz mumkin. O'zingizlar bilan ko'rganimizda sarig'i oqidan ajralgan shaffof ravishda chiroyli mahsulot iste'molga yaroqli. Hujjat bo'lmasa, o'shanda biz olib laboratoriya tekshiruv o'tkazamiz. Buni ot qo'yish. Salihon olamanmi? Salihon tekshiriladi, aniq bo'ladi. Necha pullik go'sht, qachon so'yilgan, qachon olib kelingan? Kecha so'yilgan. Kecha kechqurun kelgandek. Bir kun hali bir kecha hali qorayib qoladimi ot go'shti? Ot go'shti. Ot go'shti. Noronchida asosan. Ha, men bu burchakdagi suyaklarni ko'ryapmiz, rosa qorayib ketdi. U otda yo'q. Ko'ring, sizni hamma qo'ylab Ot shuni. Mol oq bo'ladi mana mol. Mol tegi oq qo'ylab o'tirmaydi-ku endi. Ot qora bo'ladi. Ko'p eskirmagan, kechaga. Kechaga, tamom. Kecha so'yilgan. 18.06. Necha bosqichda tekshiriladi? Bu qanaqa go'sht bo'lsa? Hozir analiz qilamiz, hozir ko'ramiz. Shunga qarab jarayonni ko'rsatib beraman shunga qarab. Marhamat boshlaymiz. Ma'lumotlarni olamiz hozir. Kesib. Endi ko'pchilik kuni suvda o'ylaydi nima qoradi ot go'shti kuni sizgan sari o'zidan yog' chiqib qoraveradi. Shuning uchun har xil shunday gumon bo'lmasligi uchun har doim ertalab, obedda, kechqurun 2 mahal ko'riladi. Har doim. Doktorlarimiz nazorat qilaveradi har doim. Tushunmagan odamlar bizni har doim tushuntirib yoki o'zimiz go'shtni qarashib olamiz. Qaysi go'sht qanaqa, nima go'sht qanaqa. Bu go'sht mana ertalab kelgan suvdaga, ertalab kelgan ko'rdik go'shtni. Hozir mana shuqa gumon bo'lmasligi uchun boshqatdan analiz qilib beramiz. Sizlarga. Ot go'sht turgan sari o'zidan yog'i chiqqan sari qorayaveradi kuni suvda. Men hali deyib turgan bo'lsam. Isitlangan suv qo'shamiz. Qaynash darajaga qo'yib qo'yamiz. Birinchisi hidi qanaqaligini ko'ramiz. O'zini xushbo'y hidi boshqasi. Go'sht agar yaxshi bo'lsa, yoqalanmaydi. Suvlarni ko'ramiz. Shunga qarab ichiga effekt bo'ladi. Bulyonimiz ma'lum miqdor vaqt qaynadi. Buni olamiz. Bulyonimiz ancha tiniq, loyiq emas. Bunga hamma kerakli preparatlarni qo'shib qaynatdik. Mana hidini ko'rishingiz mumkin. O'ziga yarasha spesifik o'zini hidi. Mana bulyonni ko'ryapsizlar. Buni proverkaga solib, filtr qog'ozdan o'tkazamiz buni. Bir to'la suvga solamiz, sovitish jarayoni bilan bir bo'lib ketish uchun. Loyiqa bo'lib chiqishi kerak. Agar yaxshi bo'lsa, loyiqa bo'lmaydi. Tiniq bo'lib chiqadi. Mana sovitamiz, ko'ramiz. Mana o'zini ko'rishingiz mumkin. O'zi go'sht o'zini hidi. Mana shunday bilinadi. Vladimir bayna qo'ygan shunday bilinadi. Bulyonimiz tayyor bo'ldi. Bulyonimiz. Mana sirtini unaqa loyiqa narsa yo'q. Bu degani ot go'shti juda sifatli deyilgan.
sabzavotli salatlar hamda tuzlama mahsulotlarimizni organoleptika hamda kislotalik miqdoriga tekshirib ko'rganimizda kislotalik miqdori normada bo'lib chiqib, mahsulotimizni iste'molga yaroqli deb mana ko'rganimizda o'sha normada uchta rangda kiradi.